Assalomu alaykum. Hujjatlar dedi. Hujjatlarimni? Ha, bu. Siz kimsiz? Siz kimsiz? Inspektor Berbeklerim. Tanıştırmadım ben. Tanishtirmadingiz. Ichki ishlar organlari to'g'risida qonunning 8-moddasiga asosan hujjatlaringizni ko'rib qaraylik. Siznikini? To'xtatishdan maqsad aka. To'xtash sababi qarzdorlik ko'ryapmiz. Hujjatlar dedi. Bo'ldi, boshqa narsa yo'q. Serjant. Katta serjant. Ha. Pagon qani aka? Katta serjantga. Yo, taqilmaydi, katta serjantmisiz, kichikmisiz men bilmayman-ku. Pagoningizni ko'rganim yo'q. Mana pagonni. Ana katta serjant. Всё. Bak. Hadi katta. Qayerda hujjat? Uy ko'p joyda aka. Asli qayerda? Asli Sirdaryoda. Sirdaryo? Bilan. Yo'qmi, o'ldirding-ku? Tuman. Yo'qmi, o'ldirding. Sherdan ekansan-ku? Meni tanishtirayapsiz aka? Ya, sherdan ekansiz o'zimizdan ekan nima? Yo'q, qayerdan bo'lishi bu muhim emas-da. Ichki ishlar organlari to'g'risida qonun 8-moddasi. Hurmat qilish prinsipi bor. Har bitta xodim hurmat qilib siz deb murojaat qilish kerak. Bu 975-sonlik qarorda ham yozilgan. Bo'ldimi? Yo'qmi? Charchamang. Xodim kelib sirazi o'zini tanishtirmadi. Sirazi hujjatini so'radi. Shuning uchun har doim qaytaraman va yana qaytaraman. O'z haq-huquqlaringizni joyida talab qila olsangizgina istalgan xodimidan qonuniy chiqib keta olasiz. Sizlarga xodim bilan o'rtamizda bo'lgan suhbatda qaysi video registratorni olganligim to'g'risida qisqacha ma'lumot berib ketmoqchiman. Mana o'sha massiv ishlatadigan video registrator iBox Philips GPS video registratori bo'ladi. Sifatini ko'rgan bo'lsanglar, menimcha yaxshi videoga olib bergan, ya'ni Full HD formatda videoga oladi, HDR sifati ham bor. Kafolatga keladigan bo'lsak, 18 oy kafolati bor. Video registratorning bitta fishkasini masalan ko'rsatmoqchiman. Yashirin kameraga o'tkazsa bo'ladi, ya'ni eng chekka chap knopkasini bitta bosadigan bo'lsak, ekran to'liq o'chadi, lekin videoga olishda davom etayotgan bo'ladi. Ko'rsanglar bo'ladi. Kechasi esa tiniq qilib olib berish uchun hozir bu yerda rangli sifat bo'lsa, kechasi oq-qora sifatga o'tkazib beradi.